Doğru retsepti o'ziga 3 million, tavsiya tekshiruvlar ekiga, tomografiya uchun 2 million, yana yotqizganimizga joy uchun, yotoq joy uchun 3 million 4 million, bordi keldi uchun yana 2-3 million, 10 milliondan oshib ketadi jami. Mana tabib buvaga kelib davolansangiz, mana 7 kun yotsangiz bir kurs lecheni 3 million so'm bilan hamma ichiga. Plus foydalik jihati bu eng zo'r shifoiy komil asallarida, davolanish kursida butun a'zoni davolaydi. Masalan, bitta doktorga borsangiz, poзвоночный грижа bilan faqat poзвоночный грижani davolaydi ular. Lekin bu asallari butun organizm kasalligini davolaydi. Odamning organizmi Alloh bergan ne'mat, qadriga yetish kerak. Oldini olish kerak. Kasallikni davolagandan oldini olgan yaxshi. Masalan, bitta tabletka Sinepar ichsangiz og'riq qoldirishi mumkin, lekin oshqozon osti bezlariga ko'p zarar beradi. Oshqozon kasalliklarini chiqaradi. Hamma tabletka, hamma dorilar shunaqa, chunki ular ximikat. Bu asallari Alloh bergan tabiiy shifo, tabiiy. Giyohlardan yig'gan buni. Giyohlar o'zi qancha shifo. Giyohlardan, gulidan yig'ilgan shifo bu. Qayta ishlab ari ichiga Alloh bergan ne'mat bilan shuni tayyorlagan tabiiy shifo. Rahmat, taqvo endi qaytamiz. Mashalloh qilingiz, ham bo'lsam, Xudoga shukr.